Bilsalaring, torrent degan saytlarga juda ham ko'p uchraymiz. U torrentni o'zi qanday qilib yuklab olishni hozir ko'rib chiqamiz biz. Bizga uning uchun torrent degan dastur kerak bo'ladi. Xuddi uni ham yuklab olamiz. Buni yuklab oldi. Endi ushbu dasturga kirib buni ochamiz. Kompyuterimizga o'rnatamiz. Mana ko'rib turganingizdek kompyuterimizga o'rnatilyapti. Ozgina kutib turamiz o'rnatilgancha. Mana kompyuterimizga o'rnatib bo'lindi. Misol bizda torrent fayl bor, lekin uni qanday qilib yuklab olishni bilmaymiz. Torrent fayl ustiga bosamiz. Ustiga kirganimizda avtomatik bu qayerga saqlanib qilishimizni so'raydi. Qaranglar. Biz qayerga saqlanib qilishimiz kerak. O'shani tanlab olamiz. Misol rабочий stolga bo'lsa rабочий stol tanlaysizlar. Nomi shunaqa, xuddi shu nomni saqlanib qiladi. Xolasini bunga nom qo'yib qo'yasizlar. Nom qo'yib OK da bosasizlar. Mana avtomatik o'zi ketdi. Buni kutib turasizlar, bu o'zi ketadi. Mana загрузка foiz bo'lib ketadi. Yuklab bo'lingandan keyin sizlar qayerga ko'rsatgan bo'lsangiz o'sha yerga tushadi. Buni stop qo'ysalar ham bo'ladi, keyinchalik yana davom ettirib qo'ysalar ham bo'ladi.